Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan juda ham ko'p berilgan savollarga nuqta qo'yamiz. Hozir stol ustida barcha bizda bor diktafon modellari bor. O'shani mana shu video davomida qisqacha va qaysidir ma'noda batafsil tushuntirib o'tamiz. Unda videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida hammasi narxlari, ishlash soati, xotirasi hammasiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi diktafonimiz hajm jihatdan juda ham kichik. Hajmlari taxminan 2 sm 2 sm va bunaqasi uzog'i 5 sm. Magnitli joylarga yaxshi yopishadi. Xotirasi 64 GB bo'ladi. Bitta knopka yordamida faqat yoqib qo'yilsa bo'ldi. Ovozlarni tinib yozib beradi. Buni zaryadkasi xo'p kitobda 400 soat deyilgan, ya'ni 2 hafta 20 kun atrofida bo'lib beradi. O'zini komplektidan mana shunaqa plerlari chiqadi. Buni prosta ulab, xo'p naushnikni ulab, mana korobkalarni ko'rishingiz mumkin. Ichida naushnik, zaryadchik, hamma narsasi chiqadi. Mana kabellari. Naushnikni bunga shunchaki ulab, telefon yordamidan foydalanmagan holatda ham bemalol play, ovozlarni ko'tarib kamaytirish, keyingisiga o'tish qilib ishlatishingiz mumkin. Demak, ham telefon yoki kompyuterga ulab ishlatsa bo'ladi, yoki o'sha yozib olingan zapislarni shunaqa naushnik yordamida bemalol eshitsa bo'ladi. Buni narxi $140 chiqadi. Endi o'zimiz valyutaga aytayotgan bo'lsak, 1.700.000 so'm atrofida bo'ladi. Buni xotirasi 64 GB bo'ladi. Zapislarni eng sifatlisiga qo'ysak ham bemalol bizga bir hafta yoki sifatini o'zgartirsak, 1 oylik ma'lumotlarni o'zining xotirasiga sig'dirib beradi. Sifati juda ham yaxshi, kichikligi juda ham kichik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu asosan mashina yoki uzoqroq safarga ketadigan insonlar uchun juda ham ma'qul keladi. Demak, biza keyingi diktafonimiz, hurmatli kuzatuvchilar, 1,5 million so'm evaziga chiqadi. Narxi taxminan $125 atrofida bo'ladi. O'zining xotirasi 32 GB bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, o'sha $140 va $125 diktafonimizni katta kichikligini. Bu ham demak, xotirasi bemalol bizga 20 kungacha yetib beradi. Ovozi juda ham sifatli qilib yozib beradi. Buni ham komplektidan o'zini shunaqa naushniklari va naushnik bilan ulab eshitish uchun maxsus plerlari chiqadi. Buni ham kompyuter yoki telefonga ulab eshitsangiz bo'ladi, yokida naushnikka ulab ham bemalol eshitsangiz bo'ladi. Va bu temir joylarga juda ham yaxshi yopishadi. Mana magniti bor. Hajm jihatdan ham qanchalik diktafonimiz kichrayib, parametrlari kuchaysa, uni narxi shunchalik balandroq bo'ladi. Mana ikkalasini yonma-yon qilib ko'rsatdim. Xo'p, 3-diktafonimiz. Endi bu diktafonni olib turamiz. Juda ham udobni, juda ham foydalanishga qulay bo'lgan diktafon. Bunda ham magnit bor yoki u bu joyga bemalol yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Buni yana o'zida shunaqa zo'r funksiyasi bor. Faqatgina ovoz sezganda yozsa bo'ladigan funksiyasini mana shu knopkasi orqali yoqib o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu ikkita diktafonimizda ham o'sha funksiya bor, lekin bu kompyuter orqali qilinadi. Mana bunda esa bemalol qo'l bilan o'sha funksiyani yoqib o'chirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni siz bitta xonaga qo'yib qo'yasiz, faqatgina ovozni sezganda diktafon o'zi avtomatik zapis qiladi. Qolgan vaqtlari esa zapis qilmasdan turaveradi. Biza buni ovozini juda ham yaxshi eshitilish uchun shunaqa tirqish ochib qo'yganmiz. Ovoz maksimal yaxshi yozib beradi. Undan tashqari diktafonimiz Type-C orqali telefonlarga ulanadi yoki o'zini komplektdan ham shunaqa plershasi chiqadi bemalol. Naushniklarni quloqchinlar ulab diktafonni o'zidan ham eshitib ko'rsa bo'ladi. Yana bu diktafonni kerak bo'lsa mana bu ikkita diktafonda yo'q funksiya bor. Ya'ni bu diktafonimizning xotirasi micro SD karta, ya'ni fleshkani olib, almashtirib bemalol ishlatsak bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Tasavvur qiling, buni zaryadkasi ham 20 kunga yetadi, tinimsiz yozsa. Har 3-4 kunda, misol uchun, ikkita fleshka qilib beramiz sizga. Fleshkani alishtirib, ichidagi zapislarni olib, eshitib ko'rib, bemalol o'zingizga kerakli narsalarni olsangiz bo'ladi. Buni sizlarga 1.200.000 so'm qilib beramiz. Komplektda ikkita fleshkasi, diktafon, zaryadchik, telefonga ulaydigan adapteri chiqadi. Diktafonimiz menga professional ovoz kerak. Ovoz juda ham sekin eshitilib turibdi deydigan odamlar uchun shunaqa diktafon. Buni bemalol yoqib qo'yib, professional ovozga yaqin ovozni eshitib ko'rishimiz mumkin. Sababi bunda yana ikkita, jami 4 ta mikrofon bor va bitta xonaga qo'yib qo'ysak, bemalol ovozlarni bizga olib beradi. Bu diktafonimizni mana qarang, mana ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ovoz yozdi, to'g'rimi?
Endi buni bitta bosamiz, saqladi. Buni bitta qo'yamiz. Mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Juda ham yaxshi. Endi Xo'p, diktofonimiz o'zidan bemalol zapis qilingan ovozlarni tezlatib, sekinlatib, ovozini ko'tarib, baland qilib eshitib ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari buni xotirasi 32 gigabayt bo'ladi. Xo'p, yana bu diktofonimizda ajralib turadigan xususiyatlardan bittasi, buni doimiy tokka ulab qo'yib ham ishlasak bo'ladi. Va o'zini zaryadkasi ham 3 kunga yetadi. Buni narxi 1 million 100 ming so'm. Yangi diktofonimiz mana bularni hajmi kattalik qiladi. Mana bu 3 diktofonimiz hajmi kattalik qiladi. Menga kichikroq, lekin zaryadi uzoqroqqa yetadigan diktofon kerak degan odamlar uchun shunaqa mini diktofon ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham kichik hajmda va buni quvvati 55 soatdan 60 soatgacha yetishi mumkin. Bu degani 2 kun atrofida bemalol yetib beradi. Juda ham yaxshi diktofon, ovozlarni yaxshi yozib beradi. Xotirasi 8 gigabayt bo'ladi. Bitta tugmasini prosta yoqib qo'yib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Va bu diktofonimiz narxi esa 900 ming so'm bo'ladi. Mana shu naushnik ketadigan portidan bemalol naushnik tiqib, ovozini ko'tarib, pasaytirib diktofonni o'zidan ham eshitsak bo'ladi yoki telefon yoki kompyuterga ham ulasak bo'ladi. Va keyingi diktofonimiz juda ham mashhur mikro diktofon Sevtek brendidan ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham hajmi kichkina. Misol uchun mana telefonni qo'yib ko'rsataman sizlarga mana. Telefonimizning kamera moduli va diktofonning hajmi. Ingichkaligini ham ko'rishlaringiz mumkin. Umuman bilinmaydi, bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana shu mikro diktofonning ham quvvati 15 soatga yetadi. Ya'ni to'xtovsiz zapis qiladi va bitta zaryadkada 15 soat ma'lumotlarni sizga yozib beradi. Xotirasi 8 gigabayt bo'ladi. Buni narxi 650 ming so'mga chiqadi, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bitta naushnikni ulab qo'yib bemalol eshitsak bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nasib bo'lsa, chiroyli narxlarda sinovdan o'tgan texnikalarni sizlarga qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, zudlik bilan bizga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, 12 ta viloyat bo'ylab BTS pochta orqali yetkazib beramiz. Faqat to'lovni amalga oshirganlaringizdan so'ng, agar qanaqadir ishonmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bemalol Telegramga yozsalaringiz, bizning manzilimiz Toshkent shahri Chilonzor 1-kvartalda, manzilimiz lokatsiyasini sizga tashlab beramiz. O'zingiz yoki qanaqadir yaqiningiz kelib, o'sha diktofon yoki boshqa qurilmalarni olib ketishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.